Sizlarda gipsokartonni yonini 45 gradus qilib kesadigan instrument bormi? Oldindan rahmat deb so'ragan ekanlar Bahodir akamiz. Bor akajon, xuddi shunaqasida. Mana bu siz aytayotgan o'sha instrument. Bunisi esa nasatkasi. Bittasi 45 gradusga kesadi, bittasi esa yon tomonni 60 gradus qilib beradi. Ikkalasi ham komplekt bo'ladi. Endi esa gipsokartonni birma-bir qirralarini kesib ko'rsatamiz. Mana gipsokartonni kichik razmerga kesib oldik. Ikki tomoni tekis holatda turibdi. Endi esa bu ikki tomonni birma-bir, bir tomonni 45 graduslik bilan kesib ko'rsatamiz. Ikkinchi tomonni esa nasatkasini almashtirgan holatda 60 graduslik bilan kesib ko'rsatamiz. Ikki tomonni ham sizga farqlarini ko'rsatamiz. Mana ko'rganingizdek, osongina 45 gradusga bir tomonni chiqardik, ikkinchi tomonni esa 60 gradusga chiqardik. Usta akalar, qanaqadir instrument sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol bizga yozishingiz yoki kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz uni obzor qilib sizga ko'rsatishga harakat qilamiz.